Barchaga salom do'stlar. Do'stlar, hozirgi videorolikimizda sizlarga YouTube kanalda va Telegram kanalda aytilgan strategiyani ko'rsatib o'taman. Do'stlar, martingale strategiyasi orqali balansimizni ko'tarish. Buning uchun sizlar hisoblaringizda pul bo'lishi kerak. Undan so'ng Games bo'limiga o'tamiz. Games bo'limiga o'tib olib, hozir sizlarga qanday qilib o'ynashni ko'rsataman. Dice o'yinaga kiramiz do'stlar va birinchi navbatda Dice'ga kirgan paytimiz bu juda manual bo'ladi. Shuni ustiga biz bosamiz do'stlar. Mana 2 marta bo'lsak strategiya bo'ldi. Endi do'stlar, bu strategiyani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Bu menimcha hammada bor. Avtomatik chiqadi. Agar avtomatik chiqmaydigan bo'lsa, sizlar yaratib olasiz. Misol uchun mana birinchisi shunaqa tartibda bo'ladi. Screenshot qilib oling telefoningizga. Va ikkinchisi shunaqa tartibda bo'ladi. Buni ham screenshot qilib olasiz. Screenshot qilib bo'lganingizdan so'ng bu joyda mana create strategiya degan bor. Hozir sizlarga bir ko'rsataman. Birinchisini xuddi aytilgandek qo'yasiz va bu joyda mana plus tugmasini bosadigan bo'lsangiz, qarang, ikkinchisi ham kelib chiqadi mana. Ikkinchisini ham xuddi misol uchun screenshotdagidek qilib olasiz va do'stlar yaratib olasiz. Do'stlar, endi hozir sizlar bilan minimalga misol uchun 0.03 dan qo'yamiz. Mana 0.03 dan qo'ydim va start strategiyani bosaman. Hozir keling sizlar bilan ko'rib o'tamiz qancha hisobda bizda bo'ladi. Do'stlar, mana bu joyda umumiy misol uchun o'ynalgan bu joyda umumiy foydamiz ko'rinadi. Misol uchun qancha foyda qilyapmiz, qancha ziyon qilyapmiz, bu ko'rinadi. Buni albatta do'stlar balansingizdan kelib chiqqan holatda qo'yasiz. Mana bu 0.03 da men hozir 2 tronga shuncha qo'ydim. Bu narsa misol uchun menda ish beradi, misol uchun sizlarda ish bermasligi ham mumkin bo'ladi. Do'stlar, videoni to'xtatib olishga to'g'ri keladi, chunki deganda ancha vaqt misol uchun vaqt olishi mumkin. Shu sababli videoni to'xtatib qo'yishim mumkin. Qarang. Misol uchun men Telegram kanalda aytib o'tgandim. Agarda misol uchun sizning hisobingizda misol uchun $25 talab bo'lsangiz, $25 dan $50 mana shu strategiya orqali ko'paytirsangiz bo'ladi deb aytib o'tgandim. Misol uchun $25lik tron tashlaysiz. Tron tashlaganingizdan keyin do'stlar, shu tronni misol uchun minimalga qo'yasiz. Misol uchun $25lik tronga misol uchun balansdan kelib chiqqan holatda qo'yasiz. Ya'ni ketma-ket 15 martagacha misol uchun yutqazishga tayyor bo'ladigan summani qo'yasiz. Buni misol uchun ChatGPTga yozasiz. Misol uchun meni hisobimda shuncha pul bor. Shuni misol uchun 2x dan misol uchun ketma-ket 15 tagacha yutqazishda qancha balansga pul qo'ysam bo'ladi deysiz. ChatGPT sizlarga misol uchun tayyorlab beradi. Ya'ni ketma-ketlikdan misol uchun $25 pulim bor, 2x dan misol uchun yutqazilgan taqdirda ham qancha misol uchun bo'ladi, 15 marta yutqazish deysiz, o'zi tayyorlab beradi. Do'stlar, mana 2 tronni qarang. 2 tron pulimiz mana 1.7 ga ko'paydi. Bu degani salgam hozirda misol uchun bir 80% ga ko'paydi, ya'ni 80% ga. Hozir 4 tron bo'ladi. 4 tron bo'lgan payt do'stlar, bizda hisobimiz misol uchun 1 ga 1 ko'paygan bo'ladi. 1 ga 1 ko'paygan bo'ladi. Buni misol uchun men aytib o'tgan narsam $25 tashlab, $25 dan misol uchun $50 qilsangiz ham bo'ladi deb aytib o'tgandim. Hozir sayt qandaydir bir qotib ishlayapti. Bunga ahamiyat bermaysizlar. Qarang, shu $25 pulingizda misol uchun kirasiz, 4 akkaunt ochasiz. 4 akkauntda misol uchun kunlik tarzda 1 marta o'ynaysiz, ko'p emas, 1 marta o'ynab xuddi men aytganday 15 martagacha misol uchun balansga yutqazadigan qilib misol uchun qo'yasiz mana bu joyga. Va albatta foyda bilan chiqib ketasiz do'stlar. $25 dan $50 qilasiz. Xuddi shunaqa tarzda 4 akkauntda misol uchun kunlik $100 topgan taqdiringizda ham bir oyda $3000 topsangiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, $4 dan oshdi. $2 tronlik pulimiz mana bizga 1 ga 1 dan ham ko'proq foyda bo'ldi. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda misol uchun 1 ga 1, ya'ni $2 pulingiz, 2 tron pulingiz misol uchun 4 tron bo'ladigan bo'lsa to'xtatsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir videoni to'xtatib qo'ygandim. Qarang. Bizda misol uchun 2 tronlik pulimiz mana 8 ga 7 bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 6, ya'ni 608 tron foyda. Bu degani misol uchun qarang, 9 tron bo'ldi. 4,5 barobar pulimiz ko'paydi do'stlar.